Assalomu alaykum. Mana hozirgi kunda o'zimizni qo'shnilarimiz, xolalarimizda bolalar shamollab qolyapti, maktabga 3-4 kunlab bormayapti deb chiqishyapti. Bu degani hozir o'sha tam har qanaqadir virus bor ekan, noma'lum virus bo'lyapti, yo'talyapti, tam shamollayapti, kimdir issiq, kimdir issiq. Bunga mana Xudoga shukur yaqinlarda ham berdik, Xudoga shukur. Mana 20 kun, 25 kun bu damlo ishlayotgan narsa. Bu shu Covid davrida ham bizani oilamizga, bolajonlarimizga Xudo xohlasa berilgan bo'lmaydi. Mana bu narsa bolajonlarimizga maxsus tayyorlangan. Immunitetini oshiradi. Uncha-munchaga shamollamaydi. Immunitet baquvvatlashdimi, Xudo xohlasa shamollamaydi. Bu o'sha hozirgi bo'layotgan yo'talli, tam shu shamollash bo'lyaptimi? Shu narsalarga yechimini yechib beradi bu Xudo xohlasa. Inshaalloh yechyapti ham. Mana yaqinda ham olib ketishdi. Namangandan edi ular, Namangandan o'sha yo'talyapti deyishdi. Biz u yerga pochta qilib yubordik. Yaxshi bo'lib qoldi bolam deyishdi. 5 kun, 6 kun iste'mol qilganda yaxshi bo'ldi. Tak что mana tabiiy yo'l, Xudo xolisa zurriyotlarimiz sog'lom bo'lsa, bizning kelajagimiz bo'ladi bular. Mana shu mahsulotlardan bolajonlarga yediringlar. Hech qanaqa salbiy ta'siri yo'q. Demak, yo'tal, shamollash, bronx yo'llarida shamollash bo'lib qoldi deydi. Tam plus immunitet baquvvatlashtiradi. Yana eng zo'r joylari miyasi gabarit zo'r bo'ladi ishlaydi. Xudo xolasa kelajakda haqiqiy ilmli, yaxshi olim farzand bo'lib chiqadi. Miyalari zo'r bo'lganiga, immunitet zo'r bo'lgani hisobiga miyasi ham zo'r bo'ladi. Bolajonlarni ustoz qilinglar, bizning kelajagimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.